mahsulot sifatini ko'rsatib, uni qimmat bozorlarga olib chiqadigan eng asosiy kalit bu xalqaro sertifikatlar. Birgina Sirdaryodagi Fortuna tekstil korxonasi 3 yil ichida BCI sertifikatini olib, Inditex ishlab chiqarish zanjiriga qo'shilgani hisobiga Yevropaga eksport uchun yo'l ochdi. Lekin to'qimachilik sohadagi 1,5 mingdan ziyod yirik va o'rta korxonadan faqat 244 tasida xalqaro sertifikat bor. Andijon, Namanganda 40-50 tadan korxona shunday sertifikat olgani uchun ham bu hududlarda to'qimachilik eksportida ancha ilgarilab ketgan. Tuman hokimlari Vahobov bilan hududlarda har bir korxonaga borib, sertifikat nima uchun kerakligini o'rgatganda edi, uni olishga o'zi ko'maklashganda edi, qo'shilgan qiymat ham, eksport ham bemalol 2-3 karra ko'proq bo'lardi. Buning uchun fevraldagi farmon bilan faqat sertifikatni o'zi emas, balki korxonani bunga moslashtirish xarajatini ham qoplaydigan tizim qilib berdim. Masalan, xalqaro brendlar talab qiladigan BCI sertifikatini olish $5,000 ketsa, fermerlarni unga o'qitish uchun yana $20,000 xarajat qilinadi. Endi Vahobov, Jumanazarov, Sultanov, Ermonov, Azimov, Tursunov, Turdimov, Ulug'bek Qosimov, Rahimov bilan bu yil har bir viloyatda xalqaro sertifikatga ega korxonalarni 20 taga yetkazadi. Qolgan hokimlar bilan yana 10 tadan korxona sertifikat olishini ta'minlaydi.